Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugungi mavzuyimiz demak yaruslik mavzusi. Yaruslik mavzusini tushunishdan oldin yaruslikda o'zi nimaligini bilib olishimiz kerak. Yaruslik, yaxshilab eshitib oling. Yaruslik bu organizmlarning vertikal ko'rinishda taxlanishi. Ya'ni vertikal ko'rinishda, ya'ni uzanasiga taxlanishi. Ya'ni o'rmon turgan bo'lsa, tepadan pastga tushib kelsang, qanday tushib kelishi? Yaruslikda qanday ahamiyati bor? Yaruslik o'simliklarning yoki hayvonlar ham yaruslik keyin o'rgataman. Yorug'likka, suvga yoki namlikka, ozuqa miqdorlariga nisbatan turlar aro raqobatni kamaytiradigan narsa. Ya'ni, oddiyroq tushuntiraman. Yaruslikda eng yuqorisida eng baland daraxtlar joylashadi. Balandlikda yorug'lik juda ham ko'p bo'ladi. Sababi hech narsa soya solmaydi, boshqa solmaydi, to'g'rimi? Va shuni hisobiga yorug'lik juda ham yuqori bo'ladi. U yerda yorug'sevar bo'lgan o'simliklar, ya'ni bo'yi baland o'simliklar joylashadi. Bo'yi baland o'simliklar. Ikkinchi yaruslikda undan sal pastroq, xuddi shu tur vakili, prosta bo'yi pastroq yoki yosh daraxtlar va past bo'yli daraxtlar joylashgan bo'ladi. Ular nisbatan kamroq yorug'lik iste'mol qilishga moslashgan. Demak, kattalarga nisbatan ular kamroq yorug'lik uchun raqobat qiladi. Endi 3-yaruslikda esa bular butalar, bo'yi 2-3 metrdan oshmaydigan butalar bor edi. O'shalar yoki bo'lmasa yarim butalar ham joylashishi mumkin 3-yaruslikda. Demak, eng tepada baland daraxtlar, undan sal pastroqda kichikroq daraxtlar va undan keyin butalar va yarim butalar joylashgan bo'ladi. Ko'p yillik butalar ham bo'laradi, yo'qsa? Yo'q, butalar hammasi ko'p yillik-ku. Butalar hammasi ko'p yillik-ku. Endi 4-yaruslikda endi o'tsimon vakillar boshlanadi. Demak, o'tsimon o'simliklar joylashgan bo'ladi. Misol uchun mana ko'p yillik o'simliklardan beda, yalpiz, qoqut, 5-yaruslikda esa endi mana eng pastida hamma o'simliklar ham e'tibor bersangiz mana qo'ziqorinlar ham mana bu o'tlar tagida turgan bo'ladi, to'g'rimi? Zamburug'lar. Eng pastida zamburug'lar, moxlar, lishayniklar yoki qo'ziqorin yoki vobshida zamburug'larning hammasi, demak, eng oxirgi yaruslikda, 5-yaruslikda joylashgan bo'ladi. Sizlar qaysi yaruslikda qanday hayotiy shakl bo'lishini bilsak, o'shanga qarab olib ketish qulayroq. Misol uchun hayotiy shakllar yodlaganmizda sizlar bilan. Qanaqa hayotiy shakllar bor edi? Buta, yarim daraxt, Misol uchun men namatak desam, bu nechinchi yarus bo'ladi? 3-yarus bo'ladi, to'g'rimi? 3-yarus. Chunki butalar 3-yarusda joylashgan. Ko'p yillik o'simliklar va butalar, yarim butalar. Endi misol uchun men gulsabsar desam. 4-yaruslik. 4, chunki mana ko'p yillik o'simliklar 4-yaruslikda joylashgan. Endi qaranglar. Bular shunga moslashgan. Agar misol uchun mana o'tloq separkasining bo'yi 25-50 sm, to'g'rimi? 25-50 sm va u 25 metrlik nima deydi, terak bilan yorug'lik uchun kurashmaydi. Tushunasizmi? Chunki u terakka nisbatan kamroq yorug'lik olishga nima qilgan? Ko'nikkan. Tushunasizmi? Unga shunisi qulay. Agar unga yorug'lik kerak bo'lganda u nima qilar? Maksimal o'sishga harakat qilgan bo'ladi. Shunga shu yorug'lik unga yetgani uchun ham mana shu yaruslikda o'zida qolgan. Tushuntira oldim? Yoki bo'lmasa mana namatak yoki do'lana deylik. Misol uchun bular u do'lana aslida daraxt, bu yerda nima deydi? Xato ketib qopti. Misol uchun namatak bo'yi qancha? 1-2 metr. Yo'q, 2-3 metr. 2-3 metr. 2-3 metr bo'lardi. 2-3 metrlik buta hech qachon nima deydi? Sekvoya bilan nima qilmaydi? Yorug'lik uchun bellashmaydi. Demak, o'simlik qancha baland va osmono'par bo'lsa, u shuncha ko'p yorug'likni o'ziga nima qiladi? Qabul qiladi. Uni ostidagi soyada joylashgan, uni soyasida turgan o'simliklarga ham yorug'lik boradi. Faqat kamroq. Va ular shunga nima? Rozi, shunga moslashgan. Ular organizmi shunga moslashgan. Ularni sen nima deydi, 20-25 metr qilib olmaysan. Yaruslik degani bu demak, o'simliklarning vertikaliga joylashishi. Har bir yaruslikda qanday hayotiy shakl bo'lishini bilib olsang, senga qulay. 2-yaruslikda joylashgan, 3-yaruslikda joylashgan o'simliklarni toping. Desa ham bemalol yaruslik topa olasan. Tushuntira oldim? Xohlasa bo'y
tushunishga majbursiz shu yaruslikka. Ha. Men qaranglar. Bu yaruslik, ya'ni yana bir marta qaytaraman. Yaruslik o'simliklar, ya'ni o'simliklarning ichida turlar o'rtasida ozuqa uchun talabni kamaytiradi. Yaruslik qancha kam bo'lsa, u shuncha soyani yaxshi ko'radi. Tushuntira oldim? Ya'ni mana e'tibor bersak, mana zamburug', lishaynik naqalar quyoshda o'smaydi bular. To'g'rimi? Ular soya salqin joyda o'sadi. O'shaning uchun ham yaruslikning eng pastki qismida soya sevarlar, tepasida o'sha yorug'lik sevar bu boraveradi. Yaruslik faqat quyosh nuriga bo'ladimi yoki suvga bo'lishi mumkin? Misol uchun o'sha suv ko'p ichsa kattaroq Nima? Suvga bo'lgan ehtiyoj balandlar, ya'ni pastroq yarusda joylashgan bo'ladi. Unga yorug'lik kamroq, suv ko'proq kerak. Tushuntira oldim? Agar unga yorug'lik ko'proq, suv kamroq kerak bo'lsa, quyoshga yaqin joylashgan. Masalan, quyosh sevarlar, agar soya sevar bo'lsa, nobud bo'lishi mumkinmi? Ha, nobud bo'ladi. Boya aytib berdingiz, siz qanaqa? Ular shunday joylashgan. Kecha sizlar bilan suksessiya mavzusini o'tdik-ku. Birlamchi, ikkilamchi suksessiyani tushuntirdim-ku, to'g'rimi? O'sha suksessiya hosil bo'lish jarayonida ham birinchi pastdan hosil bo'lib keladi, bilasizlarmi? Ha? Demak, birinchi moxlar, lishayniklar, keyin tuproq hosil bo'lar, keyin o'tlar, to'g'rimi? Keyin butalar, keyin bitikli daraxtlar va oxirida klimaks o'rmon bo'lib ketadi, to'g'rimi? Demak, shu narsa nima ekan? Yaruslik. Yaruslik ekan. Tushunib oldingmi?